Zafarobod tumani 26 noyabr Oliy Soliyev tayanch maktabi kasbiy rivojlanish tabiiy fanlar bo'yicha tahlil. Assalomu alaykum ustozlar. Jizzax pedagogik markazida tabiiy fan metodisi Kamol opa, Go'zal opa, ona tili adabiyot va boshlang'ichda Mahfirat. Men ismim Abdulloh Mirjalov. Biz ham tabiiy fan fizika fan metodisimiz. Darslar o'tish qanday bo'lyapti ustozlar? Tushunarli bo'lyaptimi? Nima muammolar bo'lyapti? Charchamayapsizmi? Bilim olib, bilim berib. Ikki xil analizlar berilgan, o'quvchilarga do'stlarga munosabat o'rnatishda qanday bo'lishliklarini, nimagilarni. U yaxshi narsalar tushundik. Mana shunday. Kim xulosasini aytib bersin? Qachonki shaxsiy g'ildiragimiz va kasbiy g'ildiragimiz bir xil bo'lsa, aylanishni to'g'ri ketayotgan bo'lamiz aslida, lekin biz bunda o'zimiz tushunishimiz bo'yicha ishlaganmiz. Mana hamkasblar bilan hamkorlikda sizlar pasakana ustozlar. Keyingi navbatlarga qo'yganmiz. U kasbiy universitet. Shaxmat kim o'ynagan? Hozir mana ko'rdingizmi? Mana ko'p aytyapsiz mana. O'quv jarayonida rejalashtirishdan biroz aktivlik bor ekan. O'sha narsani qachonki biz muvozanatga keltirsak, mana bu maqsadga erishgan bo'lamiz. Yana shu yo'l borda, o'shanda men tushundim. O'tgan mavzu. Alisa bilan mushukchani hayyamas. Oxirgi yaxshi bo'lgan. Ustozlar, qaysi yo'lni tanlashimiz o'zimizga bog'liq. O'quvchilar dars mashg'ulotlarini o'z mustaqil ravishda o'rganadiki va ulardan bir natija ola olamiz. Agar biz ularni majburiy o'qitsak, demak natijasi ham 0 bo'lishini tushunib oldim men. Demak kerakki darsining foydali tomoni bitta yo'nalishini ko'rsatib bera oldim o'quvchilarga. Yana bitta narsa ustozlar, hammamiz abituriyent bo'lganmiz, ha? Albatta. Abituriyent bo'lganmiz. Abituriyentlikka oliy maqsadimiz nima edi? O'qishga kirish. O'qishga kirishdan